Aziz kuzatuvchilar, mana shu Kia kabeshimiz ishi tugadi. Mana bu ikkinchi kabeshimiz akalar. Mana shuni katalizatorini ochamiz hozir. Bularning sensor dashklar ham yuvilyapti akalar. Aloqaga chiqasizlar esa-chu, mana shu jentramiz ishi tugadi. Hozirgi jentraydi bu. Kabeshi katalizator ikkinchisi bu boshqacha variant. Katalizatorlar har xil bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Bularning katalizatori xuddi shuni boyagi kabesh katalizatorga o'xshab. Bunda yuzini ko'rsa xuddi boyagi katalizatorga o'xshab yerib ketgan, ko'ryapsizlarmi? Mashina bo'g'ilishi, rasot ko'payishi mana shunday bo'ladi. Mana ikkinchi katalizator bo'linyapti. Mana ko'ryapsizlar, buni ham ichi erib ketgan mana. Buni ham hozir chiqarsak ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlarmi, qanaqa erib ketgan. Bu mashinaning ichiga, motor ichiga ketib qolmoqda ham. Xudo degan odam ekan, atag'i motorga, polni motorga a'zo bo'lardi. Qo'shni. Shunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, mashina bo'g'iladi, chek yonadi, rasot ko'payadi, har xil zaharli hidlar ushildan chiqadi. Okalar, olinmasdan aloqaga chiqib o'rasizlar. Liboy mashinani katalizatordan alishtirib remont qilib beramiz. Podpiska, like, отметка esdan chiqmasin okalar. Hyundai Kia 70 ming, 80 mingda katalizator mana shunaqa erish holatiga kelib ko'rinyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu hozirgi K5 ikkinchisi, boyagi birinchisi edi. Uni katalizatorni yig'ib berdik, cho'tki qilib, xudo xolasa. Hozir bularni ham katalizatordan cho'tki qilib yig'ib beramiz. Sachmagan, mangdis. Okalar, tepa tomonini ko'proq ustalar ko'radi yoki tagidan ko'radi. Kamera bilan, biz o'zimiz kamera bilan ko'ramiz, lekin tushungan odam tushuna oladi, tushunmagan odam esa butun deb o'ylaydi. Atag'i o'rtasi eriydi katalizator, ko'ryapsizlarmi? Aloqaga chiqinglar-chu, telefon raqamlar ekranlarda bor. Olinmasligi, podpiska, like, отметка esdan chiqmasin. Pastki tomoni. Bu ikkinchi tomoni. Ikkinchisi ham ichi bo'linib yonib ketgan. Xullas qalam. Aloqaga chiqib olasizlar akalar. Omon bo'linglar.